Wusung alamatini nereden öğrengen bu çambaşçılıkını? Hem de nurgullar bunu elik Jotun degan ma Lujishin çıkılgan elik Raib ustamdan öğrengen deydi. Çünkü maş yengisi hikayesinde aşkepni kuşup koygan bunun kuchu. Benim şagirdlerimden Lujinye, Linchon deb Wusung'un ismini kirib koydu. Ameliyatda asli asarı qarsak bu Wusung'un ustazi deb bundaq gap qat'iy chiqmaydi. Undaqda Wusung'un ustazi kimdi? Bu alamatini nereden öğrengendi? Ma'maz buni bir taklif qilib baqamdi. Mani yoqtirgan do'stlar, Guanju qilib birdan yaxshi yurak ko'rib filmning davomiga diqqat qilinglar. Ondan sonra endi bu yerda Wusung'ning alamati bilan tunishib chiqaylik. Wusung'ning alamatining eng yorqin ifodasining birinchisi nihoyat kuchli yugur. 500 yillik tash ustalini dast ko'tarib, dast uyalaydi. Hamda ikkinchi birisi buning quruq qo'l marti, mushetchi, peshvalari nihoyat kuchli, nihoyat yomon yo'l bosib o'ltiryapti, jongmishinni dumbalayapti. Tushunami? Onun kendi bunun qo'sh qilish va qilish martim üstün buludu. Hamda lekin bu yerga Wusung qarsak, qolgan bir qism palvonlardek, dinji holatdagi palvonlar bilan yakmak urush baqmagan. Unda yeri yo'q. Bunun urushgan eng yomon odami Jiang Mishin. Onun kendi bu asarga qarsak, Wusung alam martining ismi yo'q. Nanbay, Palani gumpisi, Pukun gumpisi, ya bir Yongchun Wusung degandek gap yo'q. Mesela qalgan Lujishin qaranglar, Xoyanjo qaranglar, Linchun qaranglar, hammasining alam martini 18 xil martning ichidagi ismi bu ustoz aniq chiqdi bularning gapidimi? Hamda Wusungning gumpisining undaq ismi yo'q. Bu faqat ishqori kishidan bakarakli mushishli g'adi. Ham nima qilmoqda emarganda Wusungning amaliy sharoiti qarab baqsa quludichu. Wusungning amaliy sharoiti qanday? Wusung namrat bu. Bu Jinxo naisda ota-onasidan kichik yetim qolgan. Buning aksi hamda Mei Papa. Şunlar bu aksi Wusung'ni yeni mendek o'qitamisun deb buningga gayvirib, buningga gaypyallantirib, ojoqaylarni ishtirib, go'sht, tuxum samsi bilan ajoyib yaxshi baqqan bu aksichu. Shuning uchun hamda bu yerda aksining aybidan boshqalar bo'za qilsa, Wusung doim ko'krak kirib o'tirib chiqib, to'liq mushlishidim. Masdi mushlushib, arg'isi masosli mushlushib, elqimam masmadi. Shuning bilan Chayjin to'ramni uyga berib qilishlik sababmi shu masdi patmay, qaqnur dumbalab qo'yib, qaq arz qilgandan keyin qechib berib olgan. Bu eliq botirlik, mardlik bilan berib qolgan ish yo'q menga. Endi demak bu yerda Wusungning yoki Wusungning aksining bu Wusungni biri ustozlik shogird bagidek dasmayisi yo'q. Bular qo'saqni aram beqiyotgan. Sizlar o o'z ko'ngilinglarda birodarlik, mardlik yo'lida bu yerga Wusung kelib Jotun ustoz, men sizni ustoz tutaysiz. Maqla kilasan gumpa o'gitib qo'yam deb o'ylamanglar. Almisaqdan bekorga ish yo'q, tuğ'uga ish yo'q. Anlaganmi? O büyüyeceğim pul yo'q adam bu jelshil falan qilib chiniqolmaydi, gumpa o'ginolmaydi. Almisaqdan shogird bo'lish uchun pul urib o'gindigan gap. Linchun qaranglar, Shigungun qaranglar, Lujinye qaranglar. Bu 3 yilisi, endi bu Jotun'un şagirdi deyilganda bu 3 yilisining amaliy hol kuni bor. Bularningki iqtisodi yaxshi. Bular pul urib o'gina oladi. Masalan, bu yerdagi eng dastlab chiqqan Wang Mashqavul Haydarjiga Shijinni qabul qildi. Mush vaqtda shogirdlik qo'y, ustoz deb qo'ysin, bekor qo'ygatdimi? Yo'q. Wang Mashqavul shu Shijinning o'yliskelik mehmonxonasida bekor yeb, bekor ichib, bekor yotdi meyada. Ash Shijinning qurursti, meyer bekor tug'zib Wang Mashqavulni shuning bilan o'rgandi. Wang Mashqavul boshda ham pul pichaksal az o'g'ankin, tayyor bekorlik yatoqlamoqga deb o'rgatgan. Keyin ketib qoldi yana. Demak, ham bu yerda Yangshan ko'y mardlik, o'g'ildochilik deganlarni o'ylab, bu yerga Wusung kelib Jotuni ustoz deb salom berib qo'ysa, shogird qilib ham Martin o'yitib qo'ydi deb o'ylab qolmanglar. Hamda shu vaqtlarning o'zidagi hunarmi bugungidek oliy maktablar o'qigan bilan ya alamda ya qalamda o'ginsiz. Uning uchun chuqum o'qish pul topshirsiz. Wusungning undaq ish yo'q. Asardimi Wusungni palani ustozdan ta'lim olgan degan gap yo'q. Ya Wusungning alam martining kelish manbasi palani gumpini biladi deydigan ismim yo'q. Wusung bayar degandek birinchidan bu yerdagi aksi buni yaxshi baqqashqa amaliy badan sharoiti nihoyat egiz, nihoyat muskulliq, beslik bo'lganligi uchun qor kuch bilan boshqaladi ham. Ikkinchisi buning amaliy mushlash tajribasi mo'l. Malzomgiri lushchak mavjud, mas'uliyatli qaqla urushib, masma deb qaqla urushib, akamni zanglik qildingmi deb urushib, shuning bilan to'la amaliy mushlashi vagandan keyin chiniqib, mahoratlar shakllangan. Endi bu jarayonda Wusungni ziyrak bilsizlar. Bunda qarab atrofida bir gumpidarlar, bu
uchrab qolsa, ularning mush etish peshvalarini qarab o'rgangan bo'lishi mumkin. Lekin Wusongning amaliy ustozi Palani Wusong mahoratini bu kundan o'rgangan deydigan hech qanday uchur yo'q. Hamda Wusong to'g'risida texnik bir to'liq mazmunni anglab baqa degan bo'lsanglar, hamda ko'ni mazmun nurg'unlarga anglab bo'ldinglar. Anglab baxmagan do'stlar olib qolsanglar, qadi kitob darsxonasiga kirsanglar, Wusong to'g'risida, Lu Zhishin to'g'risida, uch tataman to'g'risida, klassik asarlar to'g'risida nurg'un yaxshi mazmunlar bor. Darsxonda eng sarxil, eng uzun mazmunlar. Qadi kitob takbirsan undarim chiqdi. So'rsang darsxonda avatib birma. Undan qochilyanmay qolgan yoki qochilg'isi yo'q do'stlar, qadi kitob bir deb yasang salon chiqdi. Salonga kirib olsanglar bo'ldi. Ko'pchilik rahmat.